Assalomu alaykum. Anglayatqaninglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Quyoshni ko'rdim. Kamirda Uyg'ur ko'paygancha ixtiyoriy faoliyat azlab, tashviqot kuchaydi. Gundubaylarning mijozi osonlashdi. Televizordan tashviqot rasmlarining lepildab almashib turishiga mos holda yangraydigan tavhid, hijrat, jihad, bo'lgunchi, sharqiy Turkiston, terrorchi, asabiy deydigan gaplar Kamirni bir oldi. Tashviqotlar odamni o'lim puraydigan ogohlantirishlar bilan qo'rqitatdi. Bir çataq chiqarmi degan vasvasida ichimga kirib olgan qo'rqinch yo'g'inab kerilib ketyotdi. Shu kuni atiganda 2 soat bir uyg'ur gundupay siyosiy o'ginishga yetakchilik qildi. Namoz o'qiganlik, uyg'urcha paranglashganlik, tövbename saqtiliq bayqalsa bosturuqqa elindiganligimiz ogohlantirildi. Bosturuqda bir talla o'rindiq qo'yilgan, ovoz va nur kirmaydiganligi, taratmu tamoqmu ashu o'rindiqda o'ltirgan holatda bo'ladiganligi so'zlandi. Shundan keyin xiyolimga bosturuq kirib olgan edi. Xuddi shu yerga kirib qoladigandekla tuyg'u beshimda agitdi. Men bir kitobdan insonning nursiz bo'shliqqa chidagan bilan ovozsiz bo'shliqqa 8 soatdan uzoq bardoshlik berolmaydiganligini o'qigan edim. Mening bosturuqqa kirgüm, undaq kunni ko'rgüm asla yo'q edi. Chunki put qo'lim bog'lanib, hojatimni surtib qopolmagan kunlarda tortgan jafoni unutib qolmagan edim. Shunga qamoqda Uyg'ur mahbuslar ko'paygancha, yelila chataq chiqadigandek, yeli birining Uyg'urcha pichirlig'iga javob beraman deb sizilib qoladigandek tuyg'u demimni siqatdi. Tushdan keyingi yarim soatlik oromda kamerda Uyg'ur mahbuslarning din haqida pichirlashlarini anglab, texmu qo'rqdim. Ya to'solmay, ya to'smay, xotirjam bo'lolmay, pagahda oldi keynimga to'xtamay mangdim. Uzun mingib borgandan keyin eshikning yenidagi uzun taxta karvatga kelib o'ltirib, ixtiyorsiz taxta beshiga tizilgan stakanlarga qaradim. Rətlik tizilgan, ichiga lo'nga qatlab silinib, tish cho'tkisi qistirilgan stakanlarning ishikka yaqin eng cho'ngining divari chaqnab ketgandek ko'rindi. Xato ko'rib qoldimikin deb yaqin borsam, haqiqatan kamir boshliqi ishlatadigan eng boshqa tizilib, gediyib turgan stakanning divoridan nur qaytayotgan edi. Nurni qayerdan tushgandu deb kamirdagi birdan bir sirtqa echilgan panjaraga qaradim. Qaradim-yu, xushalliqdan sakrab ketdim. Yaltada qilgan bir nur ko'zimni chiqib o'tdi. Kunni ko'rdim. Tova, kunnimi ko'rdikanman a? Qamoqqa kirgandan buyon mushu ko'znakdan bir qitim oy ko'ringan. Mana bugun kun kamerga qarab kulib turadi. Havolanmaga chiqadigan eshikning ustiga to'g'ri keladigan, atigan soat 10 bilan echilib, kechda 7 bilan taqiladigan bu panjara kamerning ustidagi charlash koridorga qaraydi. U koridor butunlay aynaklik edi. Har soat basketbol patqudak panjaraning patroq echilishini taqozolik bilan kutatdik. Chunki kamerda kechadan beri to'plangan tar, hojat, osuruq va paypoq puraqlari saharda sezgular soz uyg'onganda chidiqsiz holga keladi. Panjara ichilgan hamon bir sovuq havo kamerga o'qdek bo'sib kirib, shillamni qo'riydi. Ondan o'pkam kengayib qolgandek, mingam suzilgandek bo'lib qolatdim. Burun Uyg'ur mahbuslar bundaq o'pcha tutilmasda panjarani burunroq echishni talab qilishga va kashda taqig'ili kelgan gundupayga keyinroq taqashni deyishga bo'ladi. Talablarimiz ba'zida o'rinlanibmi qoladi. Ammo martning oxiridan boshlab mahbuslarning talablari qo'pollik bilan rad qilinadigan bo'ldi. Martning 14-kuni Kunmingda yuz bergan hujum voqeasidan keyin Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga chegaralanadigan o'lkalaridan tutib kelinayotgan turkum Uyg'urlar ondan mayning oxirida Urumchi Ko'ktat bozorida bo'lgan portlashdan keyin kamerlarni liqlagan siriq kiyimlik Uyg'ur siyosiy mahbuslar qamoqxonadagi boshliqlar gundupaylarningla emas, mahbuslarningmi kayfiyatini jiddiylashtirib qo'ydi. Allaqandak panjaradan tushgan oftob asta-asta kuchayib, tal-tal rangdor nur talolaridek
taxta beshiga tizilgan istakan, chilak va qachilarning devorida chaqnashqa boshladi. Men 2013-yil 19-avgust tushda Qashqarda juda bo'lgan aptab bugun meni yo'qlab kelgandek ko'nglim villida yorib ketdi. Kun nuri panjaradan kamerga chechilgan oltin to'zondilardek sap-siriq parqiraydi. Men sanoqsiz kunlardan buyon vaslidan mahrum bo'lgan nurga ko'zlarim qamishib ketgucha qaradim. Qarg'ancha qamashgan ko'zlarimga nur zarrachilaridan boshqa hech narsa ko'rinmas bo'ldi. Ko'z oldimdan nurlar avval yumaloq chambaraklarni hosil qildi. Andin bara-bara chambaraklar yo'g'inab uzunisiga tizildi va bir tonel hosil bo'ldi. Tonelning uchi bovoqning ko'zlaridek sup-suzuk va tiniq osmonga tutishatdi. O'zimni unutgan, atrofimdagi meni qamab olgan, kun sari menga shipqab kelayotgan mudish tamlar. Men aralashsammu, aralashmasammu baloga qo'ydigan qo'rqinchli uyg'urcha ovozlar, ichigan, sesigan, yeringlagan puroqlar, qo'rqinch, gumansirash, gangirash bilan purishgan chiroylardan qutulgan edim. Kunga qarag'ancha, oftobning yuzimdagi sho'lasini his qilgancha, xuddi yo'qotgan erkinlikka qayta erishgandek, menga mansub hurlikni quchoqlarimga olgandek, bag'ashlagandek bir tuyg'udan singir-singirlarim huzurlanmoqda edi. Quyoshdan kamerga uzildirmay tashlanayotgan nur dastalari ko'zimni qamashtiratdi. Issiq tiniqlardek qonlarimni qaynatdi. Haroratlik barmoqlardek sochlarimni siylaydi. Ko'zlarimni yumib, oftobga yuzimni tutdim. Yurak so'qishlarimni anglavatdim. Bir illiq tuyg'u, issiqqina bir iqim sochlarimdan, dimoqlarimdan boshlanib, tomirlarimga taralmoqda edi. Meni qamagan vaqtlar, kameralar, varqirashlar, da'vo dasturlar va majralardan qutulgan bir livanlikning qo'ynida papilanmakda edim. Tuyub, qo'rqib turatdim. Mening nurlarga singib ketgan, nurning quchoqlarida erigan damlarim biri yenimga kelgan, ismimni chaqirgan, xiyolimni bo'lgan hamon aslimga aylanib ketadi. Ko'rayotganim men qamalgandan beri kamerga kirgan tunji nur, ko'zlarimni qamashtirgan tunji yo'riqliq edi. Bu yerda hamma narsa nursizlikqa, hamma kiyim xunuklikka, hamma kunlar sidomliqqa mahkum edi. Yuzlar xuduksirash va tashvishdan xunuk, ko'zlar umidsizlik, siqilishdan nursiz edi. Yer, tom, koridor seminut, eshik, karvat, panjiralar, hatto ustimdagi kiyim-kechakdan tartib hammasi muzdek, erimas, illinmas seminutning rangida. Kamerga yo'riq tushsa, kunduz bo'pti deydim, ammo kun ko'rinmaydi. Jahon kunduz, kamerda kun yo'q, kamer yo'riq, ammo nur tepilmaydi. Bir yerdan marg'an oftob, bir arashdan jilmaygan nurning sho'lasimi yo'liqmaydi. Tong otganda tushgan ojizona yo'riqmi menga birla xil xunuk soyidek, seminut rang havoning aksilanishidek, faqat seminutning to'zonidek ko'rinadi. Kamerda seminutdan boshqa rang bormi? Bor. Uning ismi qizil. U odatdagi seminut rang mahbus kiyimining ta'turi. Siyosiy mahbuslar kiydigan mudhish kiyimning rangi. U qizil, vahimalik, qo'rqinchli rang. U qonning, qiynoqning, tayoqdan qizirib yerilgan beg'ishning, kosining rangi. U qichishib qongan teqimning, qo'ltiqning, kechida qoshlasa qanaydigan, kunduzi o'ltirsa terlab etishadigan, manganda surkishib og'irtadigan yo'tilarimning orasidagi mushtumdek go'shtning rangi. Azob ashu rangda bo'ladi. Ashunda qon rangida bo'ladi. Qanaydi, yering puraydi. Mendek hayoti bo'yicha siyosatdan qechib tursimu, yana peshonasiga siyosiy tamg'a besilgan, beshiga siyosiy qora xalta kiydirilgan, bo'yniga siyosiy taqoq silinib, o'shnisiga siyosiy yuk ortilgan, qip-qizil siyosiy kiyimda oylab yotgan odamlar kunga, oftobga, quyoshdan keladigan, qamoqda tepilmaydigan seminut rangdan boshqa ranglarga zor bo'lib ketadi. Tongning qandoq etib, quyoshning qandoq chiqib, qandoq patadiganligini sig'inadi. Ko'kka, quyoshga, oyga, yulduzlarga zariqishning, shamolga,
yomg'irga, gulxonga, tuproqqa tevinishning, talmurishning ta'mini biladi. Quyoshning nurini, rangini, taftini ko'zi bilan so'yidi, qalbi bilan quchoqlaydi. Qamalgandan beri kamerga tushgan, yuzlarimni so'ygan, ko'zlarimni qamashtirgan, yuragimni illatgan quyoshga yuzlanganimcha turaverdim. Kusurlashlar, g'udirashlar, o'ksinishlardan qutulish uchun quloqlarimni etib, panjirdan tushayotgan dasta-dasta nurdan ko'zimni uzmadim. Panjirdan kirgan nur halqalarining yana bir uchi quyoshga, erkinlikka tutishatdi. Quyosh nuri asta yuzimdan yo'tkilib yuqori o'rladi va oshtaxta ustidagi tomga bir pas sholisi tushgandek bo'lib, asta-asta yo'qab ketdi. Eshikning oldidagi siriq ehtiyot siziqida zo'ngziyib o'ltirib, qochgan quyoshga qaragancha, quyosh at cho'qim yana chiqadi. Mushu oftob havolanmaga tushsa, kiyimlarimni bir yeyib olsam, mikroblar o'lsa, badanimmo, manmo oftob ko'rsam, qichishqoqdan cho'qim qutulib ketaman, deganlarni o'yladim.